Turkiylarning xayoliy jonzotlari. Adib Sherzod Komil Halil tomonidan turli manbalar asosida yozilgan noyob bestiariyalar jamlanmasi bo'lib, u turkiy xalqlarining tasavvur olamida yashab kelgan 40 ta afsonaviy jonzotni o'z ichiga qamrab oladi. Kitob har bir jonzotning kelib chiqishi, unga oid e'tiqodlar, obrazdagi ramziy ma'nolar va xalq og'zaki ijodida tutgan o'rnini o'ziga xos ilmiy badiiy uslubda tasvirlaydi. Bu asar nafaqat mifologiyani sevuvchilar, balki tarix, madaniyat va san'at ixlosmandlari uchun ham katta qiziqish uyg'otishiga shubha yo'q. Kitobning alohida ahamiyatli jihati rassom Chori Shams tomonidan chizilgan betakror suratlardir. Har bir obrazga mos vizual tasvir kitobni yanada jozibali qiladi va o'quvchini chuqurroq xayolot dunyosiga yetaklaydi. Ushbu kitobni tez kunda Yangi asr avlodi nashriyotidan xarid qilishingiz mumkin.